Sizki sen bular bilan birga kelgansan deyapsiz. Gapingizni o'ylab gapiring. Sizlar gapga qarshi chiqyapsiz. Yo'q, qarshi ketganim yo'q. Men berayotgan savollar sizlarga yoqmayapti. Nima siz yo'lingizga yurishim kerakmi? Tavba qiling, Xudoni o'zi kechirsin. Xudoni uyini 3 marta ko'rib kelganman deganlar ochiqdan ochiq tuhmat qilyapti. Ochiqdan ochiq. Qip-qizil tuhmatlarni ko'ryapsiz. Eshityapsiz. Bir bozor emas, 4 bozor. Eshityapsizmi? Ishton kiyib yur ayol deb. Eshitdingizmi? Kim aytibdi? Hozir siz ayting. Ayting Yo'ldoshman nima dedi? Ishton kiyib yur. Mahalla raisi bo'lsam, lozim ishton kiy deb haqorat qilyapti. Sunnat qilinganmisan deb bolam qatori bola kelib turib haqorat qilyapti. Men dedi chetdan kelib turib dedi, u kim o'z mahallaning raisi dedi. Biz uni aytganini qilamiz. Masalan, endi mahallani raisi nima uchun rais? Mahallaning egasi. Yolg'iz qilasiz, siz harakatsizga qo'yib qolyapman. Men aytdim, bittasi erkak emassan deb ketyapti, lozimki deb ketyapti. Hammasini zot qilyapsiz. Birortasi gapirmayapsiz-da, hozir kelib turib gapirayotgan odam nima gapiryapsiz? Nimaga Yopishganim yo'qmi? Qani yopishgan? Siz yerda tursiz. Ko'rib turibsiz. Yopishdim. Qo'lni qayirdim. Bironchani ushladim. Qo'lini qayirmasizda qarab ketyapsiz shunga. Qarab aytyapman. Indaman. Yo, nima shunday gapiryapsan, endi gapiryapsiz.